qiziq. Bir ko'raychi, qaysi ishchimizni bazmi ekan? Valeriya, men tezda yuvinish xonasiga bormasam bo'lmaydi. Asosiy zaldan shundoq chapga burilganda ikkinchi eshik. Nega kelding seni? Kim taklif qildi? Usti boshingni qara. So'raganingda bironta kiyimlarimdan birini berardim. Boylarni bazmi qanaqa bo'lishiga qiziqqanda sho'rlik qo'y. Shunga ham asabingni buzasanmi? Tug'ilgan kunni ham beliga tepding. Tezroq ketsang yaxshi bo'lardi menimcha. Xo'y, buncha ovozingiz baland chiqyapti. Kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi o'zi? Oyi bo'ldi-da endi. Meni ishimga aralashmang. U seni oyingmi? Xizmatchi demoqchi edim. Xijolat bo'lmang, Selena xonim. Hammasi joyida. Hurmatli o'quvchilar, shaharchamizning eng saxiy insonlaridan biri Marko Beriton kollejimiz uchun $100,000 xayriya qildi. Biram saxiysiz, dadajon. Sizni juda yaxshi ko'raman. Yana bir imkoniyat. Qo'ldan chiqaradigan ahmoq yo'q. Endi esa so'z navbatini kollejimizning eng oldi talabalaridan biri Marko Beritonning qiziga beramiz. Ha? Havasing kelyaptimi? Tuya hammomni orzu qilibdi. Voy, qara, qanday baxtlimiz, shunday dugonamiz bor. Ha? Endi butun kollejni bizga havasi keladi. O'zi bu taklifni shaxsan o'zim bergandim. Axir kollejimizga qo'shimcha qulayliklar yaratilsa, talabalar yanada zavq bilan ta'lim oladi. Dadajon, biram saxovatpesha insonsiz-a? Butun kollejda qilgan xayriyangiz shov-shuv bo'ldi o'zi ham. Buni sen yaxshi joyda tahsil olishingni xohlaganim uchun qildim. Uni buni qo'y, qorning ham och qolgandir. Kecha hamkorlarim bilan bir zo'r restoranda uchrashgandik. Dadajon, yo'l cheti to'la ovqatlanish shoxobchalari-ku. Meni restoranga olib borishingiz shart emas. Kamtarliging menga onangni eslatadi. Mayli, sen xohlagandek bo'la qolsin. Eliza, bu sensan-ku? Axir do'stim Marko Beritonning haqiqiy qizi senmisan? Ko'zlarimga ishonmayman. Faqat bu sirni hech kimga aytmaslikka va'da ber.